Menga desa o'sha ko'chalarda yo'q bo'lib ketganing yaxshi. To'xtat. Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Mashinangizni yuvib beraymi? Ko'p pul olmayman. Toza-ku mashina. Istasangiz ballonlarni qoraytirib beraman. Ozginagina pul bersiz bo'ldi. Zarur bo'lib qolgan edi-da. Zarurligini bilib turibman. Qani aytchi, nima muammo bo'ldi? Bu yerga chiqishga seni nima majbur qildi? Bu yerga ishlash uchun chiqdim. Dardimni aytib, odamlarning rahmini keltirish uchun emas, mehnatimga yarasha pul bersiz bo'ldi menga. Haqiqiy o'g'il bola ekansan-ku. Isming nima? Muhammad. Nima qilyapsiz amaki? Unaqa qilmay, meni xijolat qilyapsiz. Bu dunyoga kelib hammadan ko'p yaxshi ko'radigan, butun umri sog'inib o'tadigan, tushimga kirishlarini, ularni ma'noli nigohlari, hikmatli so'zlarini eshitishni orzu qiladigan yagona ulug' zotning ismlarida ekansan. Hisob-kitobga yaxshimisan? Bo'ladi. Matematikadan 5 olaman. Bilaman. Tirikchilikning aybi yo'q. Lekin senga boshqa ish taklif qilaman. Agar yo'q demasang, birga ishlaymiz. Tadbirkorlik qilamiz. Bilganlarimni hammasini senga o'rgataman. Rozimisan? Muhabbat so'z bilan emas, amal bilan isbotlanadi. Shu yerda tushaman amaki. Mana buni ol. Bugungi ish haqqing. Rahmat. Bularni esa uyingga bor. O'zimizni bog'dan. Bilaman qaysi bozorni bog'danligini. Rahmat amaki. To'xta. Ha? 2 oydan beri birga ishlaymiz. Uyingga taklif ham qilmaysan? To'yimda chaqiraman amaki. Sen bola qachon to'y qilasan? Qachon taklif qilasan? Dadajon, dada. Dada. Dada sizga nima bo'ldi? Dada turing. Men senga qaytib kelmagan demaganmidim. Nega kelding? Yo'q. Hay. Dada boshqa qayerga ham boraman? Ko'chada yashamayman-ku. Turing. Menga desa o'sha ko'chalarda yo'q bo'lib ketganing yaxshi. Qarang sizga nimalar olib keldim. Menga qara. Mevang ham kerak emas. O'zing ham kerak emassan. Kechdim sendan. Tur yo'qol. Bugundan boshlab shu xona seniki. Endi mana shu yerda yashaysan. Xo'pmi? Rahmat amaki. Lekin bu yerda yasha olmayman. Qani o'tirchi. Nimasi yoqmayapti senga? O'zim uyimdan joy qilib berayotgan bo'lsam, bolalarim qatorida bo'lamsan deyapman. Uyingdagilarga baribir keraging yo'q-ku. Dadang sendan kechgan bo'lsa. Ortimdan borganmidingiz? 6 oy avval avtohalokat bo'lgan. Oyim bilan singlim vafot etgan. Mashinada faqat dadam tirik qoldi. Ular ham to'shakka mixlanib qolganlar. Siz bilan tanishgandan beri dadam har kuni meni ko'chaga haydaydilar. Chunki ko'chada qolmasligimni biladilar. O'zlaridan uzoqlashtirmoqchi bo'ladilar.
Bolamga og'irligim tushmasin deydilar-da. Bugun men o'z nogiron otamdan kechib, sizni mana shu hashamatli uyingizga ko'chib o'tsam, ismimga loyiq inson bo'la olamanmi? Senga yaxshilik qilmoqchi bo'laman-u. Aslida havasim keladi. Agar bilsang, bu dunyodagi hamma kattalar yoshlarga havas qiladi. Bolalikka qaytib qolishni orzu qilishadi. Ikkinchidan beg'uborsan. Biz esa hayotning o'nqir-cho'nqir yo'llarida necha marta vijdonimiz bilan bahslashib qoldik. Uchinchi va eng asosiysi, seni otang bor. Bor Muhammad. Otangning yonida bo'lib, duolarini ol. Menga o'xshagan qancha odamlarning armoni bu. Otangizni oyog'i yurmay qolgan bo'lishi mumkin, ammo uning haqqi yurishdan to'xtamaydi. Yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. daqiqa shoshma. Sizga men jannatni ilindim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna a'tainakal kawthar. Fasalli li robbika wanhar. Inna shani'aka huval abtar. Kitobimiz Qur'oni Karimni o'zlashtira olmayotganlar,